hali ham qulupni yesam narsa toshadi yoki allergiyam qo'zg'ab ketadi yoki-da qulupni yedirsam bolamni tomog'i bo'g'ilib qoladi deb o'ylaysiz-da. To'g'ri o'ylaysiz. Rostdan shunaqa bo'ladi. Nega bilasizmi? Allergiya 90% holatda ichak mikrofloraning buzilishi, ya'ni ichak va oshqozonlarning yaxshi ishlamasligi, ya'ni toza emasligidan kelib chiqadi. Allergiya 90% holatda. Hop endi buni qulupnayga nima aloqasi bor? Mana shu ko'rib turgan qulupnayda, ya'ni ustida biz asosan oddiy suv bilan chayib qo'yamiz, bo'ldi, shu bilan yuvaveramiz. Qulupnayni mana shu usti qavatida juda ham bizning inson organizmiga xavfli bo'lgan bakteriyalar va zararli parazitlar bilan to'la. Agar biz buni hozir men ko'rsatganimdek qilib tuz va soda aralashmasida 5 daqiqa saqlasanglar, mayli 5 daqiqa, 2 daqiqa saqlasanglar, mana shunaqa suvda bu yerdagi hamma bakteriya va parazitlar nobud bo'ladi. Bular agar sizlar oddiy suvda chaysanglar, buni hech qanaqa kirlar ketmaydi, ketadi deb o'ylamanglar. Bu organizmga tushganda mikroflorani buzadi, ichak buziladi va albatta allergiyani qo'zg'ab yuboradi. Eng asosiy sabab shu. Qulupni yaxshi ko'radigan o'rtog'idagi test tashab qo'yinglar, manfaatli bo'lsin. Endi mana qarab turinglar. Ozgina qulupnaydan, ozgina qulupnay shuncha kir chiqdi, ko'rdinglarmi?